Hayotingizga ketma-ket yaxshiliklar kirishini xohlaysizmi? Siz ham ketma-ket har kuni shukronalik va minnatdorlik hissi bilan yashang. Tanangiz dard bilmaydi, chunki siz shukronalik hissi energiyasi bilan to'yingan bo'lasiz. Oilangizda faqat tinchlik, xotirjamlik bo'ladi, chunki atrofingizda shukurga to'la insonlar bo'ladi. Samoviy baraka eshiklari ham aynan sizga ochiladi, chunki siz shukrloq bandalar qatoridasiz. Shuning uchun ham shukronalik uslubini o'rganish, uni umr davomida qo'llashni hamma ruhshunoslar tavsiya qilishadi. Yurgan yo'lingizda, ko'rgan narsangizga, qo'lingiz teggan issiq choyga, tanangizga huzur berayotgani uchun, bolangiz yugurib kelib yuzingizdan o'payotgani uchun, oyijoningiz bugun duo qilayotganlari uchun, voy burningiz hid bilib nafas olayotgani uchun, oyoqlaringiz o'zi yurib ketayotgani uchun, chiroyli ovozingiz bilan insonlarga fikringizni yetkazayotganingiz uchun